alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, birodarlar. Xudo xohlasa bugundan boshlab yana bir darslarimizni boshlashni niyat qildik. Alloh qodir qilgancha bilganlarimizni o'rgatib boramiz. Albatta bu o'rgatmoqchi bo'lganlarimiz ko'pchilik uchun tanish bo'lishi mumkin. Lekin bilmaydigan insonlarga bu narsa yangilik bo'ladi, biladigan insonlarga bir takrorlash bo'lishi mumkin. Bugun birinchi navbatda mana bu rasm qo'yish haqida sizlarga bitta video qilib bermoqchi edim. Yaqinda men o'zim yaqingacha bilmasdim, to'g'risi gap. Biz o'zimiz ham chapani programmistimiz, bilasizlar. Ya'ni usta ko'rmagan desa g'alati bo'ladi. Usta ko'rganmiz, lekin ko'proq amaliyotda o'rganganmiz ko'p narsani. Nazariy jihatdan emas, ko'proq amaliy tomondan o'rganganmiz. Qisqasi, ajoyib rasm qo'yilgan ekan. Tovarlanchiga kirgan paytda mana bunday rasm turadigan joy turibdi. Bu rasm xohlasak boshqa bir rasm bilan almashtirishimiz mumkin. Rasmni biriktirib qo'yib, keyin safar kirganda yana o'sha rasm chiqadi. Yoki xohlasak uni o'chirib tashlashimiz mumkin. Keyin safar kirganda u rasm chiqmaydi. Rasmlar ba'zan o'zida saqlanadi, ba'zan o'zida saqlanib o'sha yerda turadi. Endi shu narsani mana bu yerda tovarda turibdi. Tovarda turgan rasmni biz kontragentga qo'shishni ko'rsatib bermoqchiman. To'g'rirog'i o'zi tayyor buni kodi bor. Men kodini ham tashlayman. Listing deydi-ku bu narsani qilib turib, faqat uni qandayligini men sizlarga tushuntirib beraman. Mana misol uchun xohlagan bitta kontragentga masalan kiradigan bo'lsak, mana masalan aytaylik, xaridor degan bitta kontragent turibdi. Mana shu yerda xuddi boyinga o'xshab bitta joy ochamizda, joy ochib turib, mana shu yerga xuddi mana bu tovarlarga o'xshab turib rasm biriktirish, rasm olib tashlash knopkalarini qo'yamiz. Buning uchun men birinchi navbatda tovarlar elementi, forma elementi degan narsani tushuntirmoqchiman sizlarga. Rasm turadigan rekvizit bu oddiy stroka shaklidagi rekvizit bo'ladi. Forma rekviziti o'zi bo'ladi bu narsa. Stroka shaklida tuzib turib, buni mana bu yerga tashlanadi, formaga tashlanadi. Hop, formaga tashlagandan so'ng, hozir bir daqiqa. Hop. Mana formaga tashlagan paytda buni video har xil video bor. Polovoda, polinatpis degan videolar bo'ladi misol uchun. Imla strokada poli kartinga deb ko'rsatamiz. Poli kartinga deb ko'rsatgandan keyin orqaga qaytaraylik, o'zgarib qoldi. Poli kartinga deb ko'rsatgandan keyin 30 ga 8 deb qanaqadir men narsa berganman, she'rini visotasini ko'rsatganman. Buni unda vizualni ko'rib to'g'rilab olaman bu narsani, plus minus qilib bu raqamlari o'zidan bir narsa bilish qiyin va mana shu holatda bo'ladi boshlanishida. Keyin u yerda ikkita knopka qo'yilgan, biriktirish va olib tashlash degan knopkalar qo'yilgan. Nimagadir bosib olmayapti. Hop. Video bo'layotganga bo'lsa kerak. Biriktirish va olib tashlash degan knopkalar qo'yilgan. Biriktirish knopkasini bosgan paytda bizda mana bunday prosedura ishga tushadi. Standartniy обработка ложь deb qo'yilibdi. Bu asli bu yerda shart emas edi. Bu qayerdandir ko'chirganligini unutibdi bu yerda. Albatta men ko'p narsalarni o'zimga shablon qilib tayyorlab qo'yganman. Har safar yangitdan yoddan yozib o'tirmayman, to'g'risi gap. Endi bilmadim kimga qanaqa, menga shu narsa yoqqadi misol uchun. Ya'ni qanaqa desa, velosipedni qaytadan ixtiro qilish shart emas deyishadi-ku. Bir joyga yozib qo'yaman-da, keyin shundan copyright qo'yaman, toki menga yod bo'lib ketgungacha. Hozir bu narsani sizlarga bemalol tushuntirib berishim mumkin, faqat vaqtni yetkazmaslik uchun shu bor narsani ko'rsatib beraman-da, keyin shuni copy paste qilib turib kontragentlarga qo'yamiz, boya aytgandek. Keyin sizlarga buni listingini ham tashlab beraman. Operatsiya qilinadi. Operatsiya bizga nima uchun kerak deyilsa, bu bizda mana dialog viewer file orqali mana bu yerda mana rasm biriktirish deganda mana bu viewer file ochiladi. Yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, rasmni tanlang degan yozib turibdi. Mana bu yerda rasmlar degan so'z bilan va bu yerda filtr turibdi. Mana bunday. Mana shu nastroykalarni shu operatsiyada ko'rsatiladi. Ya'ni qanday ko'rsatiladi? Operatsiyani kechirasiz, dialog file viewer fileda ko'rsatiladi. Bu shunaqa o'zini metodi bor. Dialog viewer file degan funksiya deydimi buni, yoki qanaqadir obyekt deydimi bu narsani. Rejim deb bu yerda mana rejim deb turib, ya'ni faylni mana bu yerda открыть yoki saqlanib qilish degan narsa turadi bu yerda. Mana ko'rib turibsiz, открыть turadi. Nimadir narsani saqlash kerak bo'lsa, saqlan degan yozuv turadi, to'g'rimi? Mana bu yerda mana bu narsani ko'rgansiz do'stlar. Masalan, mana bu yerda nimadir narsani saqlash kerak bo'lsa, saqlan degan yozuv turadi. Xuddi shunga o'xshab bu yerda mana открыть degan yozuv turibdi. Shu открыть degan yozuvni biz mana bu yerda rejim viewer faylida открытие deb ko'rsatamiz bu yerda mana. Viewer katalog, ya'ni papka tanlash, открытие сохранить degan 3 xil metodi bor buni. Ya'ni 3 xil funksiyasi bor deymiz buni. Открытие variantimizni tanlaymiz. Ya'ni biz
Weber fayl orqali nimadir ochmoqchi ekanligimizni bildiryapmiz. Va bu yerda rejimni yozgandan keyin Novi Dialog Weber fayl deb turib, ichida rejimini ko'rsatamiz. Bu yerda mana filtrni qo'yamiz. Mana rasmlardagi o'zi mana shu yerda turibdi. Mana bu yerda mana filtrni qo'yganmiz. Mana bu bizga ko'rinadigan qismi, mana bu bizga ko'rinadigan qismi, mana bu bo'lsa, bu haqiqiy rasmlarning filtri. Ya'ni bizga ana shu filtrdagi rasmlarni fayllarni ko'rsatishini bildiradi. Masalan, qanaqadir narsalarni ochsangiz faqat Excelni ko'rsat deydi yoki faqat TXT faylni ko'radi, to'g'rimi? Ya'ni bizga qanaqa kengaytmali fayllarni ko'rsatishini filtri. Mana bu yerda haqiqiy filtr turadi. Mana bu yer bo'lsa bu filtrni go'yoki nomi. Biz mana bu yerda mana Dialog Weber faylni o'zi sintaksisdan ham ko'rishimiz mumkin. Dialog Weber fayli. Sintaksdan nimaga chiqmayapti? Bu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana ichida bir qancha narsalar bor. Bemalol ko'rib, nimaligini, qanaqaligini ko'rish mumkin. Hozircha biz bunga to'liq to'xtalmaymiz. Men qisqa lo'nda qilib ko'rsatib ketaman, lekin sintaks pomoshchidan ham ko'rib, qo'shimcha narsalar o'rganib olsa bo'ladi. Xo'p, keyin mana zaголовок rasm tanlang degan mana tepada turadi. Mana rasm tanlang degan o'zi tepada turadi. Va предварительный просмотр истины deymiz, ya'ni yon tomonda ko'rsatishini ko'rsatyapmiz mana bu yerda mana. Mana yon tomonda narsa bo'lishi. Mana bunday bo'lib turibdi. Keyin index filter bu yerda nimaga qo'yilganini hozir eslay olmadim. Boya aytilganda copy paste bo'lgan bu narsa bo'lishi kerak va начать помещение файла degan funksiya deymizmi, nima deymiz buni? Protsedura deymizmi? Shunaqa bir funksiyasi bor. Adnes o'zi ichki funksiyasi. Mana shu fayl orqali помещениeni boshlaymiz. Va mana shu yerda biz оповещениeni ko'rsatamiz. Оповещение nima uchun kerak deyilsa, Dialog Weber fayl ochilgandan keyin u yopilgandan so'ng mana shu protsedura ishlaydi. Mana shu protsedura ishlashimizni ko'rsatamiz. Ya'ni bu yerda оповещениеda shuni ko'rsatib qo'yamiz bu yerda mana. Xo'p, ya'ni оповещениеda rasm tanlash degan mana bu yerda klient bor yoki mana klient deyman, uzr. Klientskiy protsedura bor. Oxir albatta eksportning bo'lishi kerak. Rasmni tanlashni tugatish deb yozib qo'ysak ham bo'ladi misol uchun, to'g'riroq qilib yozganda. Ya'ni biz rasm tanlagandan keyin tugatish mana shu jarayonni. Xo'p, ochilgandan so'ng tanlangan faylimiz rezultat shaklida mana yerga keladi. Agar haqiqatda fayl tanlangan bo'lsa, rezultat istina bo'ladi. Agar tanlanmagan bo'lsa yoki atmina berilgan bo'lsa, mana bu yerda mana yoki mana atmina qilingan bo'lsa yoki nimadir sababdan chekitilgan bo'lsa, x qilib turib, bu yerda rezultat loj bo'ladi. Va o'z-o'zidan rezultat loj bo'lgandan keyin bundan buyoq bizga kerakmas. Agar ne istina bo'lsa, ya'ni bu loj bo'ladigan bo'lsa, shu yer o'zida prosedurani to'xtat deymiz, bundan buyoq o'tmaydi. Agar bundan o'tdimi, demak rezultatda nimadir borda, biz mana bu yerda fayl strokada, mana fayl strokada mana adres, внутренний mana shu rasm tanlaganda adresi, adres ichidagi ichki adres mana shu yerga keladi. Adres degan nima deydi? Rekvizitda deymizmi, o'zgaruvchi deymizmi? Va ana shu narsani fayl strokani shunga tenglab qo'yamiz va modifitsiyani istina deb qo'yamiz. Ya'ni bu obyekt o'zgarganligini bildiradi, saqlanib qilishganligini bildiradi. Mana bu yerda mana bu yerda yulduzcha paydo bo'lib qoldi-ku, shu yulduzcha modifitsiyani istina bo'lganligini bildiradi. Ya'ni o'zgardi, buni saqlash kerak degani bu. Va fayl kengaytmasini men buni saqlab qo'ygan emas, bu narsa uncha shart emas. Keyinchalik siz buni yana qaytarib saqlamoqchi bo'lsangiz, mana shu kengaytmasini bilish uchun kerak bo'ladi. Keyin shu yerda bitta tochka ostonovga qo'yamizda, mana shu narsani bitta sinab ko'ramiz. Biriktirishni bosamiz. Mana оповещение o'zi mana оповещение tuzdik biz. Mana bu yerda keling, buni ochib olamiz bu yerda mana. оповещение mana bu yerda tuzdik. Rasm tanlash degan protsedura, ya'ni mana shu оповещение rasmni tanlashni saqlamadikda bu narsani. Abonent qilsa keyin o'zgarardi. Oldin rasm tanlash turadi. Rasm mana shu protsedura, mana bu начать помещение fayl bor-ku, mana shu tugagandan keyin qaysi protsedura ishlash kerakligini ko'rsatadi. Biz aytyapmizki, rasm tanlash degan protsedura ishlasin deyapmiz va u qayerda joylashgan desa, mana shu obyekt o'zida joylashgan degan so'zni yozamiz bu yerda. Va albatta bu eksportning protsedura bo'lishi kerak. Hozircha buni butunlay bilish men nazarimda shart emas deb o'ylayman. Bu narsalarni men o'zim ham o'yatgandagi copy paste qilib o'rganib, hozir mustaqil ravishda foydalanaman misol uchun именно shu оповещениеlardan, lekin ungacha copy paste qilib yurganman misol uchun. Ya'ni haligi muhim natija deydi-ku. Xo'p, etot obyekt deb ko'rsatganmiz bu yerda. Mana ketdi rejim. Mana bu yerda rejim paydo bo'ldi. Открытие qilmoqchimizni ko'rsatyapmiz biz.
va mana bu yerda mana dialog viewer file degan yangi bizda obyekt ochdik biz. Bu yerda mana bir qancha o'zini o'zgaruvchilari bor, ya'ni ichidagi nima desa bo'ladi, filtr, zaголовок degandek o'zini narsa o'zgaruvchilar bor. Shularni to'ldirish kerak bo'ladi. Biz kerakli mana filtrni to'ldiramiz, zaголовокni to'ldiramiz, tepasida ochilganni va bu yoq ketadi. Nachat помещение fayl ketadi bu yerda mana. Va mana bu ochildi mana. Ochilgandan keyin aytaylik mana shu yerda mana bu tanlaydigan bo'lsak, mana o'sha rasm tanlash tugachishga tushdi. Rezultat istina turibdi. Ko'rganingizda, ya'ni bu rasm tanlanganini bildiradi. Ne istina bo'lsa, vazrat bo'lsin deyilganda, ya'ni bu yerda ne istina degan loj degani, agar loj bo'lsa, yesning ichiga kirmaydi. Xo'p, bu vazrat bo'lmadi va mana adresni ichki xotirasidagi o'sha rasmni внутренний хранилищедagi adresi chiqdi. Mana shu adresniga fayl strokani tenglaymiz va o'zgargan ekanligini bildiramiz bu narsani. Keyin obyekt fayl kengaytmasini biz bu yerda yozib qo'ydik. Fayl kengaytmasi nimadan iborat ekan? JPEG mi? JPEG ekan. Shu JPEG ekanligini yozganmiz. Aslida bu narsa bizga kerak emas. Va shu bilan mana bu rasm paydo bo'ldi bu yerda. Xo'p, agar mana shu yerda biz mana bu bundan o'tib ketaylik. Agar mana yerda atmeni yoki x bosganimizda edi, rezultat bu yerda loj bo'lgan bo'lardi. Rezultat loj bo'lgan bo'lardi va ichkariga kirmasdan bu qaytib ketardi. Bo'ldi, shu tariqa rasmni tanlanadi. Endi olib tashlashda juda ham oddiy olib tashlash holati. Hozir uni ham ko'rsataman. Olib tashlash holati juda ham oddiy. Aytamizki, unda ham so'raydi birinchi, ya'ni bilmasdan odam bosib yuborishi mumkin. Bilmasdan bosib yuborgan paytda ya'ni haqiqatda olib tashlamoqchimisiz deb so'raydi va mana yerda mana da yoki net degan yozib turadi va mana bu yerda bitta narsa bor ekan. Net deb bosilib ketsa, bu yerda qaytish kerak edi. Agar net deb bossa chiqib ketadi, net deb bosmasa, dani bossa olib tashlanish kerak edi. Xo'p, mana bu yerga mana bu knopkani qo'yamizda, to'g'rirog'i mana bu yerga mana qo'yamizda narsani. Tochkasini qo'yamizda, oldin rasmni biriktirib, keyin olib tashlab, birato'la hozirgi xatoni ham to'g'rilab olamiz tomonga olishdan oldin. Mana misol uchun mana bu rasm biriktirdik, Endi olib tashlashni bosamiz. Olib tashlash bosgan paytimizda olib tashlansinmi deb so'rayapti. Bu yerda mana timer o'zi ketyapti. Timer ketgandan keyin mana timer ketyapti va mana bu yerda timerdagi mana yerga o'zi keladi. Rezultat timeout. Mana bu yerda bitta narsa bor ekan. Rezultat agar netga teng bo'lsa, vazrat bo'lsin. Agar aks holda fayl stroka ne определено bo'lsa, ya'ni tozalanib ketsin yozgandimda, bu yerda timeout bo'lishi mumkinligini ham nazarda tutgan ekanman. Shu narsani ham yozib ketamiz bu yerda. Yoki boshqacha aytamiz. Если результат kod возврат диалога да deymizda misol uchun yerda. Ya'ni rezultat agar da bo'ladigan bo'lsa, fayl strokani ne определенно tengla deymiz. Bo'ldi, shu bilan boyaga xatolik ham to'g'rilanadi. Xo'p. Xohlaganda ochish mumkin edi. Mana olib tashlashni bosamiz. Tochkasidan uni yo'qotib bu yerda. Agar biz dani bosadigan bo'lsak, olib tashlanadi. Netni bossak, olib tashlanmaydi. Agar dani bossak, olib tashlanadi. Yana boshqatdan biriktiramiz va saqlab turib, bu yerda hozir netni bosmaymiz. O'zi timeout tugagandan keyin bu olib tashlanmaydi. Ya'ni bilmasdan odam bosib qo'yib, o'ylab turadi-ku, shu olib tashlanmaydi. Bo'ldi, shu bilan bo'ldi bu narsa. Endi xuddi shu narsani nimada qilamiz? Kontragentlarda qilamiz. Buning uchun bu yerga o'tamiz. Kontragentda mana bitta forma requisit ochamiz. File stroka degan. Bu xohlagan nomda bo'lishi mumkin. Men hammasini bir xil qilaman. Bu aytgandek copy paste qilib u tomondan bu tomonga o'tkazganda xatolik bo'lmasligi uchun. Xo'p, file strokani bu yerda qayerga qo'yamiz? Mana shu asosiy ma'lumotlarni ichida mana shu yerga qo'yamiz. Bu yerni hammasini bitta gruppaga tiqamiz birinchi. Mana bularni hammasini bitta gruppaga solamiz. Manzila. Keling, shu manzilani ham sal kengaytirib qo'yaylik. Mnogostochniy rejimida deymiz. Hop,
avtomaksimalniy shirinan net desak, mana yerda to'g'irlanib oladi, chekkaga to'g'irlanib oladi. Visotasini 2 birlik qilib qo'yamiz. Shu bo'ladi. Xo'p, va shu manzilini teparoqqa qo'yamiz, pastroqqa qo'yamiz. Kontragent turi. Hop. Va mana shu yerda yana bitta papka ochamizda, papkaga fayl strokani qo'yamiz. Hop, mana buni bunday qilamiz. Hop. Horizontal desak, bu tomonga o'tadi. Fayl strokani boya aytganimizda fayl strokani pole vvoda emas, pole kartinka deymiz va положение zagolovkasini o'chirib qo'yamiz va boyaga mana yerga 30 ga 8 deb turib yozib qo'yaman. Mana bunday holatda chiqadi mana. Endi bunga ikkita knopka qo'yamiz. Ikkita knopka qo'yish uchun bu yerga bitta narsa ochamiz va knopkalarni bu yerda mana yozishimiz mumkin. Rasm biriktirish degan knopka bo'ladi. Rasm biriktirish va olib tashlash degan knopka bo'ladi. Rasm biriktirishga kartinkasida изображение degan kartinkani qo'yamiz. Внутренний kartinka degan kartinka ekan. Olib tashlashga bo'lsa, удалить knopkasini qo'yamiz. U harfida bo'ladi. Очистить yoki удалить. Остановить ham moskelar ekan. Удалить mana. Va mana yerda отображениесini kartinka ITX deymiz. Rasm biriktirishni ham kartinka ITX deymiz. Va rasm biriktirishni mana bu yerga, olib tashlashni mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p, buni har doim gorizontalniy deymiz. Mana bu esa har doim vertikalniy deymiz. Ya'ni ustma o'stirishlikni ko'rsatamiz. Va bu aytganimizdek, endi bularni protsedurasini yozamiz. Bu protsedurasi mana bu yerdan copy paste qilib olsak bo'ladi. Kopiya qilib olamiz. Men buni tashlab qo'yaman sizlarga do'stlar. Kopiya qilib olib va mana yerda mana rasm biriktirishni mana yerda ko'rsatamiz. Va udalить qilishni ham xuddi shunday qilib kopiya qilib olamiz. Rasmni olib tashlash. Oxirgisi. Hop. Bu yerga qo'yamiz. Hop, bu yerga qo'yganimizdan keyin olib tashlashni qo'ydik. Olib tashlashga rasmni olib tashlash degan protsedurani ko'rsatar ekanmiz. Nomini to'g'rilab qo'yaylik. Rasmni olib tashlash ekan. Bo'ldi, ya'ni komandasini ko'rsatdik. Va bu yerda bitta muhim narsa yodimizdan ko'tarilibdi do'stlar. Mana bu rasmni tanlab chiqib ketayotgan paytda keyinchalik xuddi o'sha rasmni ochishligi uchun buni biz saqlab qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz tovarlar ro'yxatining ichida хранилище значения degan bitta rekvizit qo'shganmiz. Ya'ni rasm fayli degan bitta rekvizit qo'shganmizda tipi хранилище значения bo'ladi. Ya'ni shunaqa tipdagi fayllarni shunaqa tipda adini saqlaydi o'zida. Shunga saqlaymiz. Bu saqlanishi перед записью на serverda bo'ladi mana bu yerda. Ya'ni fayl stroka agar временно хранилище bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu yerda qanaqadir faylni ko'rsatilayotgan bo'lsa, mana fayl stroka хранилище sifatida bizda ko'rinayotganda, agar shunaqa bo'lsa, deb bu yerda yozilganki, qani bu yerda. Agar shunaqa bo'lsa, mana shu strokani rasm shaklida получить qilib turib, kartinka shaklida. Keyin uni mana bu yerda tekushi obyekt, ya'ni mana shu elementni fayl rasm fayli degan narsasiga yozamiz buni. Новый значение deb yozib, fayl kartingani ko'rsatib, bu yerda сжатие данныхni to'qis qo'yganman, ya'ni maksimalni siqadigan deb turib va vaqtinchalik хранилищеdan bu narsani o'chiramiz, payment tozalash uchun va fayl strokani получить navigatsiya ссылка deb turib, ya'ni saqlagandan keyin, mana bu zapisat bosgandan keyin boyagi vaqtinchalik fayl haqiqiy mana bu rekvizitdagi faylga birikib, keyin o'sha yangilanib bu yerda ko'rinadi. O'sha narsani получить qilingan. Agar fayl stroka to'lmagan bo'lsa, tekushi obyekt rasm fayl не определен deyilgan. Ya'ni buni udalить qilib olib tashlaganmiz-ku, ana shu yerda bu yerdagi rekvizitdagi rasm faylini ham
udil qilib tozalab qo'yamiz. Keyin zapisat bo'lganda to'g'rilanib oladi bu narsa. Demak, shuning uchun kontragentlarga boyagi narsani olib qo'yamiz bu yerda. Rasm fayli degan bu yerga mana rekvizitni olamiz. Fayl kengaytmas bizga kerak emas. Va ana endi bitta ko'ramiz. Nimalar bo'lganligini. Xo'p, kontragentlar ro'yxatiga kiramiz. Mana kirib turib, mana misol uchun mana rasm biriktirish ochamiz-da bu yerda mana. Mana ochsak, faol obyektini Abu Nurjon, mana biz kengaytmani yozmadik-ku. Birinchidan bu xatolik chiqdi. Ikkinchidan rasm juda katta chiqdi. Rasm ko'rib tursiz, juda haqiqiy katta razmda chiqdi rasm. Buni men atayin qildim, bu narsani sizlarga ko'rsatish uchun. Mana bu yerda fayl strokada pole kartinkani vidini pole kartinka degandan keyin mana bu yerda razmer изображение degan razmer kartinka degan narsa paydo bo'ladi. Xususiyat paydo bo'ladi. Mana shu yerda biz avtomatik razmer qo'ysak, avtomatik ravishda mana shu ichiga moslashib oladi. O'zi to'g'rilanib oladi. Xo'p, bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu narsani yo'qotamiz. Fayl kengaytmasini yo'qotamiz. Bo'ldi, shu bilan yopamiz bu narsani. Bitta tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Rasm biriktirish. Mana misol uchun babuchka mana ko'rib turibsiz, chiroyli holatda narsa saqlandi mana. Zapisat qilgandan keyin mana chiqib ketamizda, qaytib kirsak bu rasm ko'rinmaydi bizga. Nimaga deganda, boya aytilgandek saqlab qo'ymadik biz buni. Hozir uni ham ko'ramiz. Rasmni olib tashlashni qilamiz. Olib tashlayapti, yaxshi. Yana biriktiramiz, biriktiryapti, yaxshi. Olib tashlashni bosamiz. Mana bu yerda mana narsa ishlayapti. Timer ishlayapti, olib tashlamayapti. Xo'p, ana endi buni saqlashni xuddi boyinga o'xshab turib, tovarlar ichidagi formadan ko'chirib olamiz. Ya'ni, перед записью на serverda birinchidan buni saqlab qo'yiladi. Перед записью на serverdagi mana bu copy paste qilib yerga olamiz. Bunaqa narsa hali yo'q ekan bu yerda. Xo'p. Ya'ni, bir xil qilinsa, mana shunday copy paste bilan ishlab ketadi. Rekvizitlar nom bir xil bo'lsa har doim oson bo'ladi. Va ikkinchidan yana bitta narsani hozir demonstratsiya qilib ko'rsatmoqchiman. Saqlaganingizdan keyin ham agar uni rasmni mana spravishnik elementini qaytadan ochganda uni tortib olmasangiz, sizga ko'rinmay turaveradi bu narsa. Mana misol uchun mana yerga kiramizda rasm biriktirish qilib, mana misol uchun buni saqlaymiz. Hozir saqladik. Mana bu narsani sinab ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana kechirasizlar. Mana ichiga kiryapti mana. Fayl stokini o'chirib yubordik-ku, tozalanib ketdi. Hozir bir daqiqa. Yangitdan tanlasak, mana yangi rasm ekanligini bildiradi. Mana ichiga kiradi bu yerda mana, ya'ni временный хранилище o'tirib turibdi, saqlanmagan o'tirib turibdi. Mana hamma joyida ketdi, fayl stokini saqladik. Saqlagandan keyin ham agar bu yerdan chiqib ketsak, qaytib kirsak ochilmaydi rasm. Nimaga deganda, qaytib kirgan paytda buni tortib kelishini yozmadik. Bu narsa mana bu yerda edi. Приоткрыть edi. При создании на serverda fayl strokani mana bunday qilib tortib qo'yish kerak edi bu yerda mana. Ya'ni biz bu narsani bu yerga qo'yib qo'yamiz. При создании на serverda aytamizki fayl stroka получить навигацион столько объект ссылка rasm fayl, ya'ni mana shu obyekt ссылкасының ichidan rasm fayli degan aytaylik ma'lumotni navigatsion ссылкасini tortib kel deydi. Bu narsa avtomatik rasmga aylanib ko'rinadi bizga. Bu endi bu azdinasi mexanizmi ichida. Biz oddiy bu yerda stroka shaklida rekvizit qo'ydik, lekin bizga rasmli ko'rinishi bu azdinasi o'zini mexanizmi. Bo'ldi, shu narsani yozamiz. Shu bilan endi bizga ko'rinadi. Ya'ni boyaga saqlaganimizga endi bizga ko'rinadi. Yangidan saqlashimiz shart emas, sababi biz saqlab bo'lgandik, lekin faqat ochganda uni ko'rsatishini hali ko'rsatmagandik. Mana iPhone ustida edi, to'g'rimi? Ochganda mana ko'rinyapti mana. Va do'stlar, xuddi shu tariqa rasm faylini bu yerda ko'rsatish mumkin.
va va bu rasmdan keyinchalik xohlagan joyda foydalansa bo'ladi. Masalan, mana kontragentlar ro'yxati turibdi. Kontragentlar ro'yxatida misol uchun, kontragentlar ro'yxatida mana shu yerga bitta rasm qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerga qo'limda ko'rsatyapman. Mana bu yerda bitta rasm qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni tanlagan kontragentingiz ko'ringan qilib qo'ysa bo'ladi misol uchun. Bu narsa ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni u yerda mana shu yerdan bitta fayl strokani ochasiz. Fayl strokani ochgandan keyin uni boya aytilgandek tipini, vidini folio kartinka qilib ko'rsatasiz. Folio kartinka qilib va xuddi mana formani ochgan paytda mana shu obyekt silkani rasmini tortib bu yerda ko'rsatgani kabi, mana navigatsiya silka tortib keldik bu yerda. Mana bunday qilib turib. Forma spiskani ochib, xohlagan kontragent tanlagan paytda shuning ichidagi faylni bu yerga tortib kiradigan qilib qo'ysa bo'ladi. Bu narsani men o'zingizga qoldiraman. Menimcha ko'pchilik biladi buni, bilmaganlarga bir takrorlash bo'ladi. Bu ham bitta amaliyot bo'ladi. Xullas do'stlar, shu narsani sizlarga ko'rsatib bermoqchi edim. O'ylaganimdan biroz cho'zilib ketib qoldi. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Agar foydali bo'lsa xursandmiz. Xudo xolasa asta-sekinlik bilan yana qo'shimcha boshqa o'zimiz uchun qiziqarli bo'lgan, o'zimiz bilgan, ilgari bilmagan lekin bilib turib mana shu narsa yaxshi ekan deb o'ylagan videolarimizni asta-sekinlik yozib boramiz. Undan tashqari do'stlarimizdan bir qancha takliflar berishyapti. Inshaalloh asta-sekinlik bilan osonroq bo'lsa birdaniga ko'rsatamiz. Qiyinroq narsa, ya'ni vaqt talab qiladigan, tayyorgarlik qilish kerak bo'lgan ma'lumotlar bo'lsa asta-sekinlik bilan to'g'rilab, Xudo xohlasa shu narsalarni beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.